Assalomu alaykum do'stlar. PHP yurishlik darsiga xush keldinglar. Bugun o'zgarguvchi miqdorlar haqida to'xtalaman. O'zgarguvchi miqdorlar degan nima? O'zgarguvchi miqdorlar sonliq ma'lumotlarni saqlashga ishlatiladigan, ichidagi sonliq ma'lumotlarni tahlilga bo'ladigan sonliq ma'lumotlar saqlag'uchisidir. O'zgarguvchi miqdorlarga qimmat turi belgilaymiz. Masalan, son bo'lib qolsa, number, tekis yoki harf bo'lib qolsa, string va boshqalar. PHP da o'zgarguvchi miqdorlarga aniqlik berish usuli tuvandagidek. O'zgarguvchi miqdorlar dollar ishorati bilan boshlanadi. O'zgarguvchi miqdorlarga qimmat belgilashda tang belgisini ishlatamiz. O'zgarguvchi miqdorlar cho'qim bir harf yoki ost siziq bilan boshlanishi kerak. O'zgarguvchi miqdorlar son bilan boshlanmaydi. O'zgarguvchi miqdorlarda alohida harflar yoki bo'shliqlarni ishlatish bo'lmaydi. O'zgarishchan ismlarga aniqlik berganda PHP da ishlatilgan oshqushliq so'zlarni ishlasak bo'lmaydi. Masalan, if, break, default, new degandek. O'zgarguvchi miqdorlarga text, ya'ni string limiti bermoqchi bo'lgan bo'lsak, uni cho'qim qo'shtirnoq bilan yozamiz. O'zgarguvchi miqdorlarning cho'ng kichik harflarga nisbatan sezgirligi bor. Undaqda yuqorida so'zlab o'tgan qoidalarga nisbatan biz amaliy o'rnaklarni ko'rib chiqaylik. Undaqda birinchi qadamda ZAMP serverini qo'zg'ataman. Men qo'zg'atib bo'ldim. Her qatim PHP kodunu yazıştım burun. ZAMP serverimizni bir qatim qo'zg'atib o'tamiz. Kod editorini açtım. Oldingi soatda qo'llangan index.php degan hujjatni qo'llanaman. Bundaqda boshlaydi. O'zgarguvchi miqdorlar dollar ishorati bilan boshlaydi. Agar o'zgarguvchi miqdorlar son bo'lib qolib qolsa, bevosita sonning o'zini yozsak bo'ldi. Dollar ishoratidan keyin hozir o'zgarguvchi miqdorga bir ism beramiz. Son bo'lsin. Tang belgisini besib, masalan 5, cheklik 5 bilan oyoqlashtirsan bo'ldi. Agar biz yozdirmoqchi bo'lgan qimmat text yoki string ifoda bo'lib qolgan bo'lsa, dollar ishorati string deb yozay. Tang belgisini yozib, bu yerda qo'shtirnoqni ochaman. Bu yerga qo'shtirnoqni ochib, ichiga mazmunlarni yozsam bo'ldi. Merhaba dunyo deb cheklik 5 bilan oyoqlashtiraman. Echo buyrug'im bilan yuqorida o'zgarguvchi miqdorlarga bergan qimmatimni ekranga yozdiraman. Ctrl S qilib saqlayman. Tor ko'rgichimni qo'zg'ataman va index.php hujjatimdagi ifodalarni ekranga yozdirib kirib boqaman. Yangilagandan keyin 5 maraba dunyo deb ekranga yozdirgan bo'ldi. O'zgarguvchi miqdorlarga qimmat bergan vaqtimizda diqqat qilishga tegishli ishlar. O'zgarguvchi miqdorlar son bilan boshlanmaydi. Dollar ishoratidan keyin masalan berish kuch deb yozsam, bu yerda xato berdi. O'zgarguvchi miqdorlar dollar ishoratidan keyin alohida harflar yoki bo'shliqlarni qo'llamaydi. Bunga o'xshash PHP ga o'zgarguvchi miqdorlarga aniqlik bergan vaqtimizda oshqushliq so'zlarni ishlasak bo'lmaydi. Masalan, if, break degandek komandlarni. Endi biz yuqoridagi o'zgarguvchi miqdorlarni ekranga yozdirib sinab boqaylik. Ctrl S qilib, tor ko'rgichimizdan kirib boqaylik. Tor ko'rgichimizni qo'zg'atib, hozir yozgan buyruqlarimizni kirib boqaylik. Ko'rganinglardek ekranga hech nima yozg'izmaydi. Dollar ishoratidan keyin kichik harf bilan o'zgarguvchi miqdorlarga ism bersam bo'ldi. Mehmet deb yozay. Dollar ishoratidan keyin cho'ng harf bilan o'zgarguvchi miqdorlarga ism bersam bo'ldi. Dollar ishoratidan keyin birinchi harfni cho'ng, qolgan harflarni kichik harf qilib o'zgarguvchi miqdorlarga ism bersam bo'ldi. Yuqoridagi o'zgarguvchi miqdorini ekranga bostiraylik. Echo dollar ishorati Mehmet deb yozdiray. Echo dollar ishorati Mehmet degan o'zgarguvchi miqdorini yozdiray. Uchinchi qurg'a echo dollar ishorati bosh harfi cho'ng, qolgan harfi kichik bo'lgan Mehmet degan o'zgarguvchi miqdorini yozdiray. Ctrl S qilaman va tor ko'rgichimni yanglayman. Bu yer ko'rganimizga o'xshash Mehmet, cho'ng Mehmet, bosh harfi cho'ng, qolgan harfi kichik deb Mehmet deb yozildi. Bu yerda diqqat qilgan mazmun PHP da cho'ng kichik harflarniki sezgirligi bor. Bu mazmunga alohida diqqat qilishimiz kerak. Bugungi darsimiz bu yerda oyoqlashdi. Hammaga rahmat.